Hamiyet men bu ders seçishni o'ylig'i bek uzun bo'lgan. Biroq nimishqa deganda nurg'un odamlar bu darsdagi bilimlarga, bu darsdagi bilishlarga muhtoj. Zarur, ammo odamlarning ehtiyoji bor ekan, zarur ekan deblar mundaqli darslarni ishig'il olmaydi. Uningda tushunish, bilish bir qadar inchki murakkab bo'ladi. Uni hamda qandaqdir kishilarning pand nasihat yoki ta'lim tarbiya xarakterli xato emas gaplar orqali ayollar masalasini hal qila olmaydi. Bundaq gaplarning unumli to'm bo'ldi. Bu xuddi rak kasalligi aspirin bergandek bir unumsiz ish hisoblanib qoldi. Shunga men bir yil, 1,5 yil bu darsni kechiktirdim. Nimishqa degan vaqtda bir qadar tafsiliy shuni anglagandan keyin nurg'un oilalarda o'zgarish bo'ladi deb ishongandan yoqandim bu darsni ishlab bazaga soldik. Nurg'un ayollar mayli muhabbatlashayotgan bo'lsin, mayli to'y qilgan bo'lsin, bular ko'pincha shu to'y psixikasida disequilibrium deydigan bir hodisa va mush hodisani o'tolmaydi. Bu xuddi nimaga o'xshaydi desa, bir intayin bir aroq ichib, mas'ulab xush kayf bo'lgan odam atsa uxlab qolgandan keyin hargiz normal holatga qopmaydi, u cho'qim besh og'rib qopadi. Şu nurg'un vaqtlarda ayollar o'tirisidagi oshiqlik mazgil tutgandan keyin o'yliq normal holatga bormasdan balki uningda nechasi tuvallab bir-birini qandoq yaxshi ko'rishgan bo'lsa, bir-biriga shundoq o'chilib ketadi, shundoq bezarolib ketadigan bir jarayon bor. Biz buni disequilibrium deymiz, aytishni deymiz. Mushu bo'lakdan ko'pincha o'tolmaydi. O'tganda bir og'inam paranj qoldim. U deydi, mening hozir ayolim bilan shundoq bir hissiyat qolmadi. Parangmi yo'q. Zo'rlab paranglashimiz, biroq paranglarimiz tugab qoldi. Endi ayolim bek yaxshi ayol. Men endi ajishay desam, uni azoblag'im, bolalarimni azoblag'im yo'q. Biroq yana bir turib o'ylayman, men o'zimning xushallik uchun yashab baqsam bo'lmamdi deb ajrashqim keladi. Bir turib ular azoblanib kelmaydi degandek gapni qildi. Hamda bu nima desa, bu ba'zilar, balki ko'pinchalar bo'lgan bir xil psixologik dilemma deymiz. Dilemma. Bu xil dilemmani nurg'un erlarning yoki ayollarning taqobil turib hal qilish iqtidori bo'lmaydi. Albatta ular o'zining ma'lum hal qilish usulini bordek qaraydi, amaliyotda bu xil hal qilish usullarining hammasi masaladan qochish bo'ldi, masalani hal qilish hisoblanmaydi. Hamda har qanday bir odamning muhabbatchiligi bo'ladi. Bu muhabbatchilikka qurg'ulanib qolgan vaqt shu deganda odamni azob chirmaydi. Ayollarni bo'lsa yolg'izlik, qo'rqinish chirmaydi, erlarni bo'lsa tushkunlik chirmaydi. Albatta bir-birisiga ta'sir qilib turadi. Men o'tgandim bir programma degan bir erning bir ayolni tasvirlashida men uyga qaytdim deydi. Uyda Xutun ismli bir yolg'izlikni saqlab turadi deydi. Men uyga kirishimga u menga shundoq bir so'g'uq qaraydiki, uning bu qarashlari xuddi qahrdan so'g'uq shivirgan shamoldek mening vujudimdagi issiqlikni olib ketadi deydi. Demak, nurg'un vaqtlarda ayollar o'tirisidagi bu xil psixologik past proyalat bir-birisiga ta'sir qilib turadi. Hamda bu xil muhabbatchilikka qurg'ulanib ketgan vaqtda ayollar tabiiylab bir-birisining xushalligining to'solg'usi, tahdidi deb o'ylaydi. Albatta potensial holat, ya'ni yoshirin holatda o'chmanlik, norozilik holatda turadigan gap. Bu xuddi qiziq moyga o'xshaydi. Shunday bir kichik ish bo'ldi. Asl saqlanib qolgan yoshirin o'chmanlik ochiqni bir-birisiga chachadi, bir-birisini to'xtamay yarlandirdi degan gap. Hamda balladimi muhabbatchilik bo'ldi. Ballarning muhabbatchiligi qurg'ulanib ketgan vaqtda ballarning aytib qiliqsizlik ko'p bo'ladi. Ularning harakat xarakterlarida benormallik paydo bo'ladi. Hatto ba'zi kasallikni paydo bo'ldi. Ballardagi barliq nachar illat va shundaqla ulardagi har xil psixik masalalarning hammasi yig'ib ketgan vaqtda muhabbatsizlikning bir xil ifodasi hisoblanadi. Muhabbatsizlikni bir yiltizga o'xshatsak, bu masala bu daraxtning shoxlariga o'xshaydi. Bu hargizmi ota-onalar bolalarga kuyinmaydi, yaxshi ko'rmaydi deganlik emas. Ota-onalar bolalarga kuyindi, yaxshi ko'rdi, biroq bolalar yaxshi ko'rilgandek his qilamdi degan.
Nurgun ata-analar balalar şunda kuyunup dursunmu, yanı bu balalarda yalğızlık, özüm töven köreş tuygusu yanlış şekillendi. Şu bazı balalar öyde turup öyüne sığındı deydi hesap. Bu yerda muhabbetni berish bilan muhabbet his qilish yana ikki narsa hisoblanib qoldi. Albatta nurgun odamlar atrofdagi kishilarga muhabbet bagisi bor. Ammo qandoq beridi? Eng muhimi qandoq bo'lsa bagam bo'ladi. Buni nurgun odamlar bilmaydi. Endi hamma odamning muhabbetni his qiladigan bir xil usuli bo'ladi. Biz bu xil usulni muhabbet tili deb qaraymiz. Hamda odam boshqalarga xuddi o'zi qaysi xil usulda muhabbetni his qilsa, boshqalarni shundoq qo'ylab shu xil usulda o'zining muhabbatini ifodalaydi. Biroq qarshi tarafning muhabbet tilining o'xshash bo'lmaganligi tufayli qarshi taraf bu odam bergan muhabbatni his qilolmaydi, ham bu his qilolmaganligi uchun bu odam kutgan inkosni bermaydi. Mana bu yerda nimasi ziddiyat paydo bo'lgan. Masalan, sovg'atga erishsa xo'sh bo'ldi odam, boshqalarga sovg'at berishga amroq bo'ldi deganlik. Biroq qarshi taraf chu deganda sovg'atga erishganda hargiz bu odam xo'sh bo'lgandek xo'sh bo'lishini ataydi. Mana bu nimasi odamlardagi muhabbat tilining o'xshash bo'lmasligi. Endi hech kim bir-biriga maqsadli holda ziyonkashlik qilib, unga azob etganmaydi savoqdoshlar. Faqat odamlar o'zidagi psixika to'salg'ularni hal qilish usulini bilmaganlik uchun, o'zi biladigan xato usulda hal qilishga tirishganlik uchun natija chu deganda natija o'zining atrofidagi uni yaxshi ko'radigan va o'zini yaxshi ko'radigan odamlarni yodlantirib qo'ydi xolos. Ayollar o'tirsida bu texim ko'p uchraydi. Nurg'un ayollarning bir-birini azoblashi birligi amalsizlikdan bo'ldi. Psixologiyada bir muhim gap bor. Ya'ni siz toki o'zingiz to'g'riliq bilmaydigan bir narsani bilguncha atrofdagi kishilar sizning kunutqingizni besishni to'xtatmaydi deydi. Bu nima deganlik degan vaqtda har qanday bir odamning psixik tuguni bo'ladi yoki psixik yorisi bo'ladi. Bu psixik yorisini atrofdagi kishilar to'xtamay bosadi. Yakımız bir g'ururg'i tegidi deb qo'yamdik hamda ommabop tilda. Toki bu psixik tugun yeshilgicha bu psixik tugun tufayli paydo bo'lgan atrofdagi nachar psixiklik munosabat tugmaydi. Mening bir o'quvchim to'xtamaydi bu baldan so'raydig'ini balasini o'rganish ahvoli. Har xil usulni qo'llandik, o'rganmadi, o'rganish qiziqish yo'q. Manda qilsak yana o'rganmadi. Hamda bu o'quvchimning butun asosiyati, ruh energiyasi mush balasining o'rganishini yaxshilashda. Qaranglar, bu yerda bir psixologiya bilguchi bilan normal odamlarning tafakkuri mushadi farqlanib turdi. U bala nima deb o'ylamoqchi edisa, balasining mushadiki darslarni o'rganmasligi amaliyotda onun bir beyaramlıq şekillendirgen. O şu işini o'ngshash orqali beyaramligimni o'ngshayman deb qaraydi. Amaliyat cho'sa balasının bu xil o'rganish qilmasligiga kapsizligi bu odamning, bu balaning psixikalik yorisining amaliyotga ifodasi hisoblanadi. O qachondiki psixik yorisini o'ngshaganda onundan keyin bu bala ya'ni kunupka bosqichidan iborat bu balaning harakati onundan keyin o'zgaradi. Ma'lum nuqtalab aytganda ayollar bir-birisining kunupkasini eng ko'p bosqichi hisoblanadi. Hamda bir odam o'zining kim bilan emas, nim bilan to'y qilganini bilish kerak. Ham bu to'g'risida ko'proq bosh qotirish kerak. Unda xos odam nim bilan to'y qildi. Hamda odamning vujudida, odamning badanida bir yadroliq material bo'ldi. Bu yadroliq materiallarning ichida core feeling deymiz, yadroliq hissiyot bo'ldi. Bu yadroliq hissiyot uning boshqa hissiyotlarning ichida eng asosiy o'rinda turdi. Pat-pat boshqa kayfiyatlarga ancha-muncha erisha olsa-mu, ammo yadroliq hissiyot bo'lsa, tizla asosiy o'rinni egallab ketdi degan gap. Bu dal nurg'un kishilarning ancha-muncha xushallik topgan bilan, ya'ni tizla ko'ngli beyaram bir xil o'zim bilmaydigan bir buruqtum hissiyotga petiqlashning sababi shu. Endi odam dal mushu yadroliq hissiyoti bilan to'y qilib qoldi. Agar masalan bir ayolning yadroliq hissiyoti yolg'izlik bo'lsa, u angsiz holda bu ayolda yolg'izlikni his qildiradigan bir er bilan to'y qilib qoldi. Bunday aytganda uning g'amra bo'lish vaqti intayin oz, doim sirtda bo'ladigan, u muhtoj vaqti endi bo'lmaydigan bir er bilan to'y qilib qoldi. Agar bir odamning yadroliq hissiyoti o'zini kamsitib qolsa, u dal mushkil tuyg'uni his qildirib qo'yadigan, doim uning ziddiga tegadigan yoki g'ururga tegadigan yoki uni
ro'yi jihatdan bir kamsitadigan bir odamga to'y qilib qoldi. Bu yadroliq hissiyot o'zgargandichu deganda, bu aktivlashgan vaqtda turmushdagi xizmatdagi nurg'unlagan umutsizlik yoki bearamchiliklarga tabiiyla u odam taqobil qilmayman desmi, bu bearamchilikning o'rnini aktiv bo'lgan yadroliq hissiyot o'zligidan ekitdi degan. Shunga ayollar bir-birisining muhabbat tilini tushunganda, ondan bir-birisiga yordam bera oladi, bir-birisini davolay oladi, andan keyin o'rtaq baxt yarata oladi. Agar ikkisi bir-birining muhabbat tilini tushunmaganda, dal aksi, bular bir-birisining eng cho'nqur yurakdagi yarasini to'xtamay ko'laydi, bir-birisiga azor berishadi. Bir nuqtadan qarasangiz, ayollar bir-birisini eng azoblovchi, hech kim demagan gaplarni bular bir-birisiga deyishadi. Eng ziddiq tekuvchi, bir-birisining qalbiga eng jiq pichoq urg'uchi. Yani bir nuqtadan elib aytganda, agar psixologiyani to'g'ri tushungan vaqtda ayollar bir-birisining eng chong davolovchisi hisoblanadi. Shunga angsizlik tufayli, bilimning kamchil bo'lishi tufayli ayollar bir-birisini birlikda bir psixikalik ozgolga tushirib qo'ydi. Ümidsizlikdan iborat bir qorong'ulikqa kirib qoldi. Bizde azroq bir hal qilish usulini bilgan vaqtda, nemishqa degan savollarimizning yerimiga javob bera olgan vaqt, faqat yerimiga bu psixikalik azgoldan to'liq qutulib chiqqili bo'ladi. U vaqtda asli sizga bir xil xunuk, g'uva, qorong'u ko'ringan hayot tuyuqsiz bir xil go'zal bir bog'chaga aylanadigan. Shunga to'y qilish oldi turgan har qanday bir yoshqa men bu darsimni kuchli tavsiya qilaman. Har qanday bir to'y qilmoqchi bo'lgan odam o'zining kim bilan yoki nim bilan to'y qilayotganligini yaxshi bilish kerak. Agar ham siz to'y qilib bo'lgan bo'lsangiz, ajrashishni o'ylayotgan bo'lsangiz yoki ajrashmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz yoki ajrash uchun baxtga qarshi sudga bormoqchi bo'layotgan bo'lsangiz mumkin. Agar sizda mushkul ahvol bo'lsa, mening tavsiyalarim nima esa, mushtasini bir qatam anglagandan keyin ondan ajrashni qaror qilsangiz, menimcha kechikmaysiz. Hamma shunday ishonamanki, bu darsni anglagandan keyin nurg'un odamlarning ko'z qarshida, qarorlarida, balkim keyingi kishilik hayotida cho'ng o'zgarish bo'ladi. Sizlar qatam ko'rishaylik.